o'zi koeffitsient nima degan savol bor, standart shakl nima degan savol bor. Misolga hali ancha borda. Birinchidan koeffitsient degan so'zdan boshlaymiz. Koeffitsient. Koeffitsient degani, masalan, o'quvchilar a plus b ni kvadratini ochamiz. A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Da har birini oldidagi raqamlar bor-ku, buni oldida 1 bor, buni oldida 2 bor, buni oldida 1 bor. Mana shular qo'shib o'ramiz. 1 ga qo'shamiz 2 ni, qo'shamiz 1 ni, necha bo'ladi? 4. 4 to'g'rimi? Endi o'zi koeffitsient degani bir xat, masalan, mana shu bir xatni oldida 4 ta abs bo'lsa, bu oldidagi 4 bor-ku, mana shu koeffitsient. Tushundingmi? Bo'ldi. Yana bitta narsani bilaylik. O'quvchilar. Nimani? Masalan, x plus 2 ni kvadratini ochamiz hozir. X kvadrat plus 4 ta x plus 1. To'g'rimi? Plus 1 emas, plus 4. Plus 4. Endi koeffitsiyentlar yig'indisini toping desa, mana u 1, mana u 4, mana u 4. Barchasini qo'shsak, 1 plus 4 plus 4 necha? 9. Endi o'quvchi shu joyda o'ylaydi, koeffitsient noma'lumni oldida bo'lishi kerak-ku, 4 nega qo'shilyapti deydi. O'sha javobda 5 degan ham javob bor-da, ikkalasini qo'shsak deysh-ku. Lekin mana shu 4 ni mohiyatan mana bunday yozsak bo'ladi. X ni 0-si ko'paytirilgan 4 deb yozsa bo'ladi. Ya'ni oxiridagi ozod soni ham koeffitsiyentga kiradi bizda. Bu fikr. Endi diqqatli bo'ling. Hozir masalan buni ochib topa olyapman-da, qo'shib yorib. Ertaga x plus 2 ni 100-si desa o'tirmayman-ku qarab buni ochib. Shunday vaziyatlarda yordamga keladi. Bizga ko'p xat bilan belgilansa, koeffitsiyentlar yig'indisini toping desa, ichiga 1 qo'ying deydi. Bitta birda olib kirib qo'ysa, nima bo'ladi? 1 plus 2 ning kvadrati, ya'ni 9. Boya hisob kitobda ham 9 chiqdi, hozir ham 9 chiqdi. Qaytaraman o'quvchini. Misol yozaman. Obrazes boshqacha. Xo'p, deylik x minus 3 ning 4-si bo'lsin, mana shuni koeffitsiyentlari yig'indisini toping desa, x ga 1 olib kirib qo'yaman. 1 olib kirsam, 1 minus 3 ning 4-si, ya'ni 16 bo'ladi javob. Bo'ldi, hal. Tushunib oldik. O'zi aslida mana deylik, mana x kvadrat plus 4x plus 4 dedi-ku voy. Mana koeffitsient mana bu yerda 1, mana bu yerda 4, mana bu yerda 4 bor-ku. Koeffitsient o'zi qolish uchun mana bu yoqda hech narsa ta'sir qilmaslik kerak edi. Ta'sir qilmaslik uchun x 1 bo'lishi kerak. Mana bu yoq tushib qolish kerak, misolga ta'sir qilmaslik kerak. 0 desa ta'sir qilib qoladi-da. Yo'qolib ketadi bu raqam. Bo'ldi, uzoqlashib ketdik misolda. Endi barcha koeffitsiyentlar yig'indisini toping degani uchun x lariga 1 joylashtirib chiqamiz. 1 ni kvadrati 1, ayrilgan 1, qo'shilgan 2 ning 6-si, ayrilgan 4, ko'paytirilgan 1 ning kubi 1 yozmaymiz. Ayrilgan 7, qo'shilgan 1. Ketsa 2 ning 6-si 64 bo'ladi. Ayrilgan 4, ayrilgan 6. Xo'p, 60 dan 6 ni ayiramiz ekan, to'g'rimi? 54. Ajob. X minus 3 ni kvadratini ochsak, x kvadrat minus 6x qo'shilgan 9, to'g'rimi? Eslatib o'taman. Mana oxiridagi 9 haqida fikrlashamiz. Mana shu ozod xat. 9 ozod xat. Ozod xat. Eslatib o'tay, qaranglar. Nega faqat kvadrat kubini yozmayapti domla demanglar. Xohlasam 4-sini yozaman, vaqt ketib qoladi. Kvadratda ishlagan narsa 4da ham 5da ham ishlaydi. Oddiyrog'ida tushuntiryapmiz. 9 ozod xat. Ya'ni
9ni o'zi qolish uchun mana ular yo'q bo'lib qolishi kerak. O'ylang, yo'q qilish uchun x ga 1 qo'yamizmi, 0 mi? Albatta 0. Ya'ni ozod hadini topish uchun qoida ketyapti. 0 ni qo'yish kerak x o'rniga. 0 ayrilgan 3 ning kvadrati 9. Endi mana bu 9 ning qoidasi 9 ozod had. Ozod had ham bu koeffitsient. Koeffitsient ikkalasi ham. Ozod hadi va koeffitsient yig'indisini toping desa 18 bo'ladi javob. Yo'q, adashdim, 18 emas. Koeffitsiyentdan biri deylik. To'g'ri. Bo'ldi. Xo'p, endi mana shu misolda keltirilyapti-ku, ozod hadini toping deyapti. Ko'nglim tinch, bemalol x ni o'rniga 0 qo'yaman. P0 barobar 6 ni minus 100-si ko'paytirilgan 0 olingan 2 ning 101-si. 0 ayrilgan 3 ning 102-si. Mana x larni o'rniga bor-ku, 0 joylashtirdim. Endi o'quvchilar nima qilamiz? Ishlaymiz. Mana minus 2 ni 101-si bu toq, daraja toq-ku. 6 ni minus 100-si degani bir taqsim bo'lib ketadi. Bunda aytmoqchimanki, 6 ni 100-si mahrajga tushadi. Minus 2 ni 101-si, minus 2 ni 101-si deb oson bo'laveradi bemalol. 0 dan 3 ayirsak minus 3, daraja juft bo'lgani uchun 3 ning 102-si deb olsam, ko'nglim tinch, hech kim urushmaydi bizni. Minus 2 ni 101-si ko'paytirilgan 3 ni 102-si taqsim 6 ni 3 kare 2 desak, 3 ning 100-si, 2 ning 100-si bo'ladi. Bo'ldi. Qisqartirdim. Suratda bitta minus 2 qoldi. Qisqartirdik. Suratda bitta 3 ning kvadrati qoldi. Minus 18 bo'ladi javobi A javob. Bu yaxshi misol. Qarang. Mana x minus 2 ga bo'lgandagi deyapti-ku. Demak, bo'linganda bu. Shuning uchun x minus 2 ni bir marta 0 ga tenglayman. X teng 2. Mono bo'lingani uchun, zato qandaydir qismi bo'lingan qolsa, bo'lingani uchun x ga 2 olib kiraman, ya'ni P2. Qoida bo'yicha bunday ketadi-da. Masalan, qandaydir ko'p xat berib, shunga bo'lgandagi qoldiqni toping desa, o'sha haligi bo'lgandagi jarayonni 0 ga tenglab x ni topib olamiz. Topilgan x ni p-lik funksiyani ichiga olib kelib qo'yamiz. Shunda, ya'ni bular x minus 2 ni so'rayapti-ku, p2 ni topganim misolni javobi bo'ladi. 2 ning kvadrati ayrilgan 4 kare 2 qo'shilgan 5 ni 20-si qo'shilgan 2 ni kvadrati qo'shilgan 4 kare 2 ayrilgan 11 ni 21-si qo'shilgan 7 kare 2 ayrilgan 5. Xo'p, mana bu 2 ni kvadrati 4. 4 kare 2 8 minus 4 5 ni qo'shsak necha bo'ladi? 1. 1 ni 20-si 1. 1 qo'shilgan. Bu yog'i ham 1 bo'ladi, aniq. Xo'p, 12 1 bo'ladi-da. 1 qo'shilgan 1 qo'shilgan 14 ayrilgan 5. To'g'rimi? Mana 16 bo'ladi. 16 ayrilgan 5. 11 natijasi chiqdi. A javob. A ning nechta haqiqiy qiymatida ko'p xat x minus 1 ga qoldiqsiz bo'linadi? Bu tabiiy, bu oson. Mana x minus 1 ga bo'linadi dedik-ku. Mana shuni 0 ga tenglaymiz. X minus 1 teng 0. X teng 1. Shu topilgan 1 ni olib kirib qo'yamiz. Boya qoida kiritdik. Ya'ni bular x minus 1 ni so'rayapti. Men p1 ni topsam, misol tugagan bo'ladi. Qaranglar, qoldiqsiz degani uchun p1 ga p ga 1 qo'ysam, natija 0 chiqishi kerak. Barobar 0 chiqsa, qoldiq qolmaydi-da. Bo'ldi. 1 qo'yaveramiz, o'tiramizmi? p1 teng bo'ladi a kub ko'paytirilgan 1 ning kubi, ya'ni x larni o'rniga 1 joylashtiryapman-da. Haligi 1 ning kubini yozmay ketsak ham bo'laveradi. A kub ayrilgan, hop 1 ayrilgan 4 ta a kvadrat qoladi. Mana bu yerga 1 qo'ysam foydasiz, bu yerga 1 qo'ysam ham foydasiz. To'g'ri? Aniq bu foydasizligi minus 4 ta a kvadrat minus a minus 3
minus 4 ta o'zi qolyapti. Endi P1 da o'zi 0 ga tenglagani uchun 0 ga tenglab yuboraman. 0 teng a kub minus 1 qo'shilgan 4 ta a kvadrat minus 4 ta a kvadrat plus a plus 3 minus 4 natijasi qoldi. 4 a kvadratlar ketdi, sezgan bo'lsanglar. Mana bu ikkalasi 2 ni berar ekan. A kub plus a minus 2 teng 0. Mana shu kubik tenglamani ishlash kerak. Haligi mana sizlarga zo'r qoidalarni o'rgataman. Hozir qoida nomi kim tashkil topgani esimdan chiqib qoldi. Bunday qiladi o'zi bunaqa masalalar. Bak 2 bor-ku. 2 ni karra-karrali tarzda yozadi. Mana masalan 2 ni 2 kara 1 deydi. Necha kara necha 2? 2 kara 1 deylik. Yo'q, bunday emas. 2 ni emas, ishorasi bilan olish kerak. To'g'ri. 1 kara minus 2 masalan. Yoki minus 2 kara 1. Bo'ldi. Boshqa kara-karasi yo'q. Aytmoqchimanki, mana bu yechimlarda 4 ta yechimni xohlagan birini olib kirib qo'yaman. 0 chiqsa, o'sha bo'yicha ko'paytuvchilarga ajrataman. Mana qiyinroq yo'ldan ketyapman-da, birdani yozib qo'ysam bo'ladi. Shu jarayonni tushuning deyapman, kubik. Mana milliy sertifikatda 36-savoliga tushyapti-yu shunaqa narsa. Doim birni olib kirsam, birni kubi 1. Mana yozamiz. Sekin qo'shilgan 1 ayrilgan 2 teng 0. Mana 0 0 ga tengmi? Demak bu haligi a-1 bo'lganda buni ichida. Ya'ni 1 degan ildizi bo'lgan a-1 lik tarzida ko'paytuvchilarga ajratim. Ketdik, boshlaylik. A kub, to'g'rimi? A kub. Menga a-1 kerak. Nima qilsa, ichida a-1 qoladi. Ya'ni a kvadrat joylashtirsam, bitta minus qo'ysam, a kvadratni chiqarsam a-1 qoladi. Sezdikmi? Misolga a kvadrat aralashtirdim. Demak, shuni qo'shish kerak. Chunki misolda yo'q-da. Nimanidir qo'shib, nimanidir ayiraman men. Endi mana ikkalasidan bilaman deb nima chiqarishdi. A kvadratni chiqarsam a-1 qoladi. Bu tarafdan nimani chiqarsam a-1 qolish kerak. Ya'ni minus a desam o'quvchilar, a ni guruhlasam a-1 qoladi. Endi sezing, minus a ni o'zi yo'q. Ya'ni men plus 2a deb qo'yaman. Nega 2a deb qo'ydim? Sabab, misolga ta'sir qilmaslik kerak. Minus a ga 2a ni qo'shsam, mono plus a ni qaytarib beradi. Ketdik. Minus 2 teng 0 deb o'zini yozib qo'yaman. Hozir a kvadrat bilan mana shuni bitta qarab to'g'rilab chiqsam, tepadagini o'zini beradi. Mana bundan bir xil. Bitta qarab ol. Lekin men ko'p narsalardan yutdim-da. Grundrovka degan narsa guruhlaymiz-da hozir buni. Birinchidan a kvadratni guruhlaymiz o'quvchilar. a-1 qoladi. Keyingisidan a ni chiqaramiz. a-1 qoladi. Keyingisidan ham 2 ni guruhlasam a-1 qoladi. Teng 0. Barchasidan a-1 olaman. a-1 olsam, a kvadrat plus a plus 2 teng 0. A teng 1. Mana boyagi o'zim topgan usulda. Mana bu yog'i bo'sh to'plam. Diskriminant manfiyda chunki. Bir taraf bo'sh to'plam degani misol bo'sh to'plam degani emas. A teng 1 degan yechim chiqdi. A ning nechta haqiqiy qiymatida deyapti. Bitta haqiqiy qiymatida x minus 1 ga qoldiqsiz bo'linar ekan misol. Masalan, oddiy masala deylik. Qanaqasi? X kvadrat minus 7x qo'shilgan 10. Mana. Qaranglar. Mana shu tenglamani ko'paytuvchilarga ajrataman. Mana ketdi. Necha kara necha 10? 5 kara 2 10. Minus 5 kara minus 2 10. 2 kara 5 10. Minus 2 kara minus 5 10. Joylarini o'zgartirish kerak-da. Keling, mana Ozodbek so'ragani uchun Ozodbek bilan suhbatlashamiz. Mana 5 ta olib kirib qo'yaman Ozodbek. 5 kvadrati 25 ayrilgan 7 kara 5 qo'shilgan 10. 25 dan 35 ta ayirsam minus 10 qo'shilgan 10 teng 0. Bilyapsiz-da Ozodbek 5 ildizligini. Endi shuni 5 bo'yicha to'g'rilasam qanday bo'ladi? Mana x kvadrat minus 7x qo'shilgan 10 ni qani eplay olamizmikin? 5 bo'yicha to'g'rilab. X kvadrat minus 5x desam, masalan, ikkalasidan x ni guruhlasangiz 5 qoladi ichida.
Xo'p, mana menga minus 7x kerak-ku. Mana shuni minus 2x plus 10 deb yuboraman. Endi birinchisidan x ni guruhlayman. X minus 5 qoladi. Keyingisidan minus 2 ni guruhlasam x minus 5 qoladi. 5 ildiz chiqsa x minus 5 lik qilish kerak. Agar minus 5 ildiz chiqsa x plus 5 lik qilish kerak bu. Endi x minus 5 ni o'sha olib chiqib ketsam x minus 2. Men oddiyrog'ida tushuntirdim-da. Bu kubikda ham ishlaydi, to'rtinchisida ham ishlaydi. Maqsad nolligini topib olish. Birinchisi 16 ga, ikkinchisi 13 ga teng bo'lsa, shu ko'p qadlarni birinchisini qo'shib, ikkinchisini ikkilanganiga qo'shib darajasini topish kerak ekan. Yaxshi. Eng katta darajasini topish kerak. Bunday qilamiz. Tushirishga harakat qiling. Oson misol emas bu. Mana bu px ni qandaydir x darajasi a ga tenglashtiramiz. Qo'y x ni x darajasi b ga tenglashtiramiz. Endi o'quvchilar, nega bunday qildim? Chunki daraja so'zi bor. Bu so'z bo'lsa, x darajasi n formulasi degan narsa bor. Bezuv boshqa qoidalarda shunday narsalar ishlaydi. Endi birinchisini ichiga x kvadratni qo'yib chiqyapti. Davay qo'yamiz. Qo'ysam, mana bu yerga qo'yilgan ifoda bu tarafga ham qo'yiladi. To'g'rimi? X kvadratning ayinchisi bo'ldi, ko'paytirilgan. Quni, qarang. Quni ichiga oddiy x qo'yilgan. Ya'ni bu x ni birinchisi bo'laverar ekan. X ni birinchisi bo'laverar ekan. Hozir bitta ish borda bu yerda o'quvchilar bitta o'chirib oladi. Qu x ku, lekin x darajasi b bo'lar ekan, lekin quni mana bu yerda kvadrat bor ekan. Qaranglar. Demak, x darajasi b ni kvadrati bo'ladi. Tenglaymiz 16 ga. Ya'ni sal qiyinroq tuyulishi mumkin sizlarga. Ikkinchisini qanday tushuntiramiz? Ikkinchisida p ni ichiga x kubni joylashtiring deyapti va darajasiga kvadrat qo'ying. Diqqatli bo'ling. Mana x o'rniga x kubni qo'yamiz. X kubning ayinchisi shuni ham nimasi? Kvadrati. Ko'paytirilgan. Mana x o'rniga nima qo'yamiz? Mana o'zi aytib qo'yibdi. Oddiy x qo'y deyapti. Mana oddiy x qo'ydim. Birinchisi darajasida 1 ni tegimlayman. Shuni 13 ga tenglashtiraman. Sistema. Tenglamalar sistemasi. Xo'p, daraja tursa ko'paytiriladi. X darajasi 2a, ko'paytirilgan x darajasi 2b teng 16. Keyingisi x darajasi barchasi bir-biriga ko'paytiriladi, 6a bo'ladi. Ko'paytirilgan x darajasi b teng 13. Bir xil asoslilar ko'paytirilsa darajalar qo'shiladi. 2 darajasi a qo'shilgan 2 darajasi b, 2a qo'shilgan 2b 16 ga, 6a qo'shilgan b teng 13 ga. Endi birinchisini 2 ga bo'lib olsak, a plus b teng 8, 6a qo'shilgan b teng 13. Sistema qilib sistemani ayiraman. Xo'p, ayirolsam minus 5 ta a teng 8 dan 13 ta ayirsam minus 5 bo'ladi. A teng 1. A1 chiqadigan bo'lsa B7 bo'lyapti. A1 B7. Endi o'quvchilar, Px ni nima deb nomladim men? X darajasi A deb nomladim. Ya'ni A1 chiqdi-ku, X darajasi 1 bo'ladi. Ya'ni Px funksiyam oddiy X ekan. Qo'y X ni X darajasi B deb nomladim. B7 chiqdimi? X ni 7-chisi ekan. Mana Px qo'shilgan ikkita qo'y X ning darajasi. Px bizda X chiqdi. Qo'y X nima chiqdi? X ning 7-chisi chiqdi. Darajasini aniqlang deyapti. Darajasini aniqlaganda o'quvchilar eng katta daraja olinadi bu yer. Kvadrat tenglamali tarzda, chiziqli tarzda qo'shib ayrilsa, ko'p xatni o'zini mana bu yerda belgilaymiz. Px ko'p xatni o'zini deylik kx qo'shilgan L ko'rinishi. Nega kx qo'shilgan b deyman? Chunki b ishtirok etyapti-da. Ax qo'shilgan b deyman. Noma'lumlar ishtirok etayotgani uchun boshqa harflar bilan belgilanadi, chiziqli. Ya'ni qaytaraman. Mana shunaqa kvadrat ko'rinishli yoki chiziqli ko'rinishda mana shunaqa tarzda berilgan bo'lsa, mana bunaqa tarzda deyapman. Aynan px ko'p xat mana bunday tarzda joylashadi.
hozir px ko'p hadni sezdinglarmi? X'iga x kvadrat minus 1 qo'yilgan birinchisi. Qo'yamiz. Ya'ni mana bu joyga qo'yiladi, mana bu yerga. Xo'p, boshladik. K ko'paytirilgan qavs ochib olamiz. X kvadrat minus 1 plus L nimasiga? Faqat K ni oldidagi x ga P ni oldidagi x kvadrat minus 1 ni joyladim. Keyin ayrilgan P ko'paytirilgan, voy adashibdi, P ko'paytirilgan emas. Xo'p, P ni oldida 6 minus 3x bormi? Shuni bu yoqqa joylayman-da. Qavs ochib olaman, oldida minus bo'lgani uchun K ko'paytirilgan 6 minus 3x qo'shilgan L teng bo'ladi. Narigi tarafini o'zini yozaman. Ayni to'pqalab hozir zo'r chiqadi. Qo'shilgan bx qo'shilgan 2. Mana. Qaranglar hozir. Ochib olaman buni. Kx kvadrat minus K qo'shilgan L minus 6 ta K plus 3 ta Kx minus L teng bo'ladi ax kvadrat plus bx plus 2. Xo'p, o'quvchilar nimalar qisqardi? L'lar qisqardi. Sezgan bo'lsanglar, L qisqargandan keyin endi bu yerda kx kvadrat deb yozib olaman. Mo ikkalasi minus 7k bo'ladi. Plus 3 ta kx minus 7 ta k teng bo'ladi ax kvadrat plus bx plus c. Endi mana x kvadratlarning oldida birida a, birida k bor. X kvadratning oldida 3k ga b bor. Keyin k. Ozod hadini oldida nima bor? Ozod hadini oldida bittasida minus 7k bor. Bu yog'ida c deb qo'yibman. Qaranglar, adashibmiz shuni. C emas bu. 2. Kimdir yozgan bo'lishi mumkin. 2 bu. Minus 7k ga 2 to'g'ri kelyapti. Shuni yozib olamiz. Mana. K teng a. 3 ta k teng b. Xo'p, minus 7 ta k teng 2. K ma'lumda. Minus 2 taqsim 7. A ham shunga teng. A ni o'zi ham minus 2 taqsim 7. Endi b ni 3 ta k teng b. Ya'ni b minus 6 taqsim 7 bo'ldi. Endi nimani so'rayapti bu yerda? 10a qo'shilgan 6b ning qiymatini toping. 10a qo'shilgan 6b. Hop, minus 20 taqsim 7 bo'ladi. Mana a ni o'rniga olib kirib qo'yibman-da. 6b minus 36 taqsim 7. Minus 56 taqsim 7 teng minus 8. Ajob. 7-misolda ko'p xat keltirilgan. Aynan px ni o'zi keltirilgan. Koeffitsiyentlar yig'indisi 10. Bolalar, o'quvchilar, koeffitsiyentlar yig'indisi degan nima degan? Ya'ni ko'p xat p bilan nomlansa, ichiga 1 qo'ysin degani emasmidi? Bu 10 ga teng deyapti. To'g'rimi? Agar ozod hadi 10 ga teng desa, masalan, p 0 teng 10 deb ifoda kiritish kerak. To'g'rimi? Xo'p, bu yoq shart emas. Mana uni topish kerak ekan. P x minus 2 ko'p hadning koeffitsiyentlar yig'indisini toping deyapti. Ha, yaxshi. Ustozlar, bitta sizlardan iltimos. Px minus 2 ni koeffitsiyentini so'raydimi yoki px minus 5 ni so'raydimi? Farqi yo'q. Koeffitsiyentlar yig'indisi deyildimi? Uni x ga 1 olib kirib qo'yamiz. Deb shunday bir kirib kelsa, aslida px minus 2 ni so'rasa, mohiyatan bu p minus 1 ni toping degani ekan. Chunki 1 dan 2 ni olsak minus 1. Ko'plar tushunmadi. Masalan, qaytadan aytay. Deylik, ko'p xat berilib turib, px minus 2 ko'p xatning koeffitsentlari yig'indisini toping desa, px minus 5 ni toping desa, koeffitsient yig'indisini so'ralyapti-ku, baribir x ga 1 olib kirib qo'yiladi. 1 ni shunday olib kirsam,
px minus 1 ni so'rayapti, lekin aslan p minus 4 ni topar ekanman. Ertaga p x plus 6 ni so'rasa, masalan, siz p7 ni topayotgan bo'lasiz, chunki x ga 1 olib kiryapsiz. Qalmi? Bo'ldi. Endi minus 1 olib kiraveramiz. To'g'ri bo'ldi-ku. P minus 1 teng bo'ladi. X lariga minus 1 olib kiryapman. O'xshaymikan? Ha, o'xshaydi ekan. Shu qoidani ko'payib ketdi. Qaytadan yozaveraylik. Bu yoqqa tushunib oldik-ku qoidani. Xo'p, plus. Mana. Bildik, hozir bo'yaylar yozamiz. O'zi aytilishi bo'yicha P1 10 ga teng. Yaxshi. Bir marta 1 qo'yamiz, 10 ga tenglaymiz. Bo'ldi. Mana bu yerga 1 qo'ysam, P1 10ligi ma'lum. 10 teng. 1 qo'ysak 2 ayrilgan, 1 qo'ysak A minus 1 bo'ladi. 1 qo'ysak 2 ta A bo'ladi. Qo'shilgan 4. Xo'p, endi boya bizda P minus 1 ni topish kerak edi. Minus 1 qo'ysam, mana bu yerdan A ni topib olish kerak ekan oldin o'quvchilar. 10 teng 2 minus A qo'shilgan 1 qo'shilgan 2 ta A qo'shilgan 4. 10 teng bo'ladi 7 plus A bo'lyapti. Shunda A teng 3 bo'lyapti-da. A ni o'rniga 3 qo'yib yuboramiz. Px ni to'liq topish kerak ha. Px bor 2x kub minus 3 qo'ysam 2x kvadrat qo'shilgan 3 qo'ysam 6x qo'shilgan 4 bo'ldi. Ko'rib oldikmi? Endi p minus 1 ni topish kerak edi. P minus 1 barobar minus 2 bo'ladi. Minus 2 minus 6 plus 4 ketadi. Javob minus 6. Ajob. 8-misol tarifi bo'yicha boya tushunib oldik-ku. Yo'q, tushunmabmiz. Boshqa narsani so'rabdi. Bunda ozod hadini so'rabdi. Nima bo'lardi ozod hadi bo'lsa? P 0 bo'lardi. Ya'ni xohlagan ko'p hadni, ozod hadini so'rasa, x lariga 0 joylashtirib chiqish kerak. To'g'ri? Koeffitsiyentlar yig'indisi desa 1 edi. Ya'ni P x1 ni so'rayapti, lekin buni top degani emas-da. Aslan x ga 0 qo'y degani. X ga 0 qo'ysam P1, ya'ni misolda P1 ni topib qo'ysam, Px plus 1 ni topgan bo'laman. Endi qaranglar, bu yerda ko'p xat nima? 2x minus n bo'ladi. X ning 4 minus x kub minus 5. Juda oddiy misol bu. Ko'p xatni x lariga 4x minus 3 joylashtirsa, mana shu funksiya hosil bo'lganda, bir chiqish uchun soddroq tushuntirsa, 4x minus 3 ni 1 ga tenglashtirib, 4x teng 4, x teng 1. Ya'ni, mono x ga 1 qo'ysam, 4 kara 1 4, 3 ta ayrsam P1 hosil bo'ladi. Demak, o'quvchilar P1 ni topish kerak. 1 ni joylashtiramiz. 1 ning 4-si ayrilgan 1 ning kubi ayrilgan 5. Bular qisqarib ketsa, javob minus 5. Bajavob. Rahmat. To'g'ri. 9-misol maxsus yo'l masalasi, ya'ni quyidagicha ishlaymiz. Xo'p. Mana x kubku, har birini x kub bo'yicha yo'q. Mana x 4 bo'lgani uchun har birini x 4 bo'yicha to'g'rilab chiqaman birinchi o'rinda. P x ni 4-si teng bo'ladi x ni 4-sining 4-si ayrilgan 2 x ni 4-sining 5-si qo'shilgan 3 x ni 4-sining kvadrati. 4 kara 4 16, 4 kara 5 20, 4 kara 2 8. Endi px kubni toping deyapti-ku. Mana shu x ni 4-larini o'rniga x kubni olib borib qo'yaman. Aytayapman-ku, maxsus yo'l deb bu. P x kub teng bo'ladi, x 4larning o'rniga kirib kelyapti. Tushunarlimi? X kubning 4-si
ayrilgan 2 x kubning 5-si qo'shilgan 3 x kubning kvadrati. Shunda px kub teng bo'ladi x ning 12-si ayrilgan 2 x ning 15-si qo'shilgan 3 x ning 6-si. Demak, ko'p qat darajasi bo'yicha eng kattasi olinardi. Javob 15. Maxsus yo'l. B javob. O'sha px ko'p qatni yozamiz birinchi. Px barobar x kvadrat plus 3 ga bo'libdi bular. Qandaydir bizda ax ilgan chiqqan. Qo'shilgan qoldig'i 5x minus 1 chiqqan. Nechtadan tekkani ham ma'lum-ku. Xo'p. Ya'ni mana bu gap mana bu yergacha mana shunaqa tarzda ifoda yoziladi. Keyingi x minus 2 ga bo'lgandagi qoldiq, yana px aynan shuni deyapti. X minus 2 degan uchun qavsli yozib olaman va bx deb olaman. Chunki boshqa narsa hozir bo'libdi. Boshqadan degan. Qo'shilgan bo'ladi, qoldig'i 16 ga teng bo'lsin deyapti. Endi o'quvchilar davomini ishlaymiz. Px ni yana o'sha px ni x kvadrat plus 3 x minus 2 ga bo'lganda masalan cx chiqsin. Qo'shilgan. Endi qoldiqni toping deyapti. O'quvchilar, sizlarga bitta maslahat. Zo'r maslahat. Masalan, x ning 4-si plus x nimadir mana shu 4-darajali bo'lsin. Mana shuni qandaydir narsaga bo'lsa, qoldig'i x kublik ifoda bo'ladi. Kubik bo'ladi. Kubik tenglama. Ya'ni 4-darajalik tenglamani qoldig'i kubik. Kvadrat tenglamani qoldig'i chiziqli tenglama bo'ladi. Oddiy. Tushundikmi? Hozir nima demoqchiman bu gapim bilan? Aytmoqchimanki, mana x kvadratni x ga ko'paytirsam kubik bo'ladimi? Demak, buni qoldig'i ax kvadrat plus bx plus c bo'ladi. 4-darajani qoldig'i kubik, kubikniki kvadrat, kvadratniki chiziqli. 1-daraja. Ko'rib oldingizmi? Qarang, oson emas misol. Endi mana bu sistema qilaman. Jiddiy ishlar boshlaymiz endi. Abasini topsam bo'ldimi? Mana birinchi qator, mana ikkinchi qator, oxirdagi 3-qator. O'quvchilar, ikkinchi qatorga qaraymiz. Ikkinchi qatorda barcha x lariga 2 qo'yib chiqaman. Maqsad mononi yo'qotish. 2 qo'yib chiqsam, p2 teng bo'ladi 2 minus 2 b2 qo'shilgan. Ya'ni shunda mana 0 bo'lib qoladimi? Shunda p2 deganim 16 ga teng bo'ladi. Endi mana shu 2 ni monoga ham qo'ysam bo'ladi mana bu yerga. Rasa yo'q bo'lib ketadi-da. Shunaqa moslashgan misol. Bu yoq endi. Endi aytmoqchi 3-qatorga ham 2 qo'yaman. 3-qatorga ham p2 joylashtirib chiqaman. 2 qo'ysam, sezdikmi? Birinchisi ifoda ketdi. Mana bu yog'i 2 qo'ysam 0 ku, 0 karo qandaydir funksiya 0 bo'ladi. Narigi tomoni qoladi-da. 4 ta 2 qo'yibman. 4a qo'shilgan 2b qo'shilgan c qoldi. P2 16 ga tengmi? Ya'ni 4a qo'shilgan 2b qo'shilgan c 16 ga teng bo'ldi. Bu birinchi fikr. Keyingi. Birinchi qatorda x kvadratni minus 3 ga tenglaymiz, chunki mana bu joyi yo'qolish kerak. Endi 3-qatorda mana bu joyga minus 3 qo'yamiz-ku. Adashgan joyimiz mana bu yerga qo'ymay ketib qolibmiz. Chunki x kvadrat-ku bu. Mana shu xato bo'ldi. Qo'yib ketamiz hammasiga. Faqat x kvadratlarni joyiga qo'yaman. X larni emas. Px teng bo'ladi. Qo'yishdan maqsad 0 qilish-ku. Bu tomon tushib qoladi. Shunchaki 5x minus 1. Keyingisi ham px bo'ladi. Bu tomon tushib qo'yadi. X kvadrat teng minus 3 ku. Olib borsam 0 bo'ladi-da. Narigi tomon nima bo'ladi? X kvadrat minus 3 mi? Minus 3a qo'shilgan bx plus c bo'ladi. Chunki mana yerga kirib kelish kerak. Endi ikkalasi ayniyat bo'ladi. 5x minus 1 ni tenglashtiramiz. Minus bx dan boshlaylik.
bx minus 3a qo'shilgan s yoki s minus 3a deylik. Qo'shilgan s minus 3a. Mana. Endi bu oddiy bo'lib qoldi endi. Mana x b nimaga teng bo'ldi? B teng 5 bo'ldi. S minus 3a nimaga teng bo'ldi? Minus 1 ga teng. Endi b 5 ligini topdik-ku. Mana bu yerda o'rniga 5 qo'yamiz. 4 ta a plus s bo'ladi. 5 qo'ysam 10 bo'ladi, 6 bo'ladi. 4 ta a qo'shilgan s 6. S qo'shilgan 4 ta teng 6. Endi bu sistemani o'quvchilar ayiraveramiz. Ayiraversam s'lar ketadi. Minus 7a teng minus 7 bo'lyapti. A teng 1. A1. A1. A o'rniga 1 qo'ysam 4 plus s teng 6. S teng 2. S2. A1, S2, B5. Demak, A1 1x kvadrat. B5 plus 5x plus S2. Javob. Qandaydir px butun koeffitsiyenti ko'p xat uchun p1 teng 8. Mana ichiga 1 qo'yildimi, bu koeffitsiyentlar yig'indisi bo'laveradi. Buni sizlarga nomlab beraman. Ya'ni px teng x minus 1 a x qo'shilgan 8. Birdaniga buni yozib qo'ydim. Nima bunday bo'lib qoldi? O'zi p ni ichiga 1 qo'yish koeffitsiyentlar yig'indisi deganim isbotlab beramiz. P ni ichiga 1 qo'yib yuborsam shuni qaytarib beradi. Qaranglar. 1 minus 1 a1 plus 8. Mana bu yoq 0 bo'lib qoladi-da. p1 teng 8 bo'lib qoladi. Qaranglar. Qiziqarli jarayon bu. Ya'ni monovda xuddi shunday qilib ifoda tuzib olsa bo'lar ekan ertaga. Hop. Ifodani tuzdik. P n teng 31. Bo'ldi. Tuzilgan ifodani x larning o'rniga n qo'yib chiqamiz. P n teng bo'ladi n minus 1 a n plus 8. P n ni o'zi 31 ga tengmi? P n o'rniga 31 qo'yamiz. 31 teng bo'ladi n minus 1 a n plus 8. N ning natural qiymatlari yig'indisini so'rayapti. Bular maxsus yo'l. Zaryadchi qo'shib. Maxsus yo'l deganimiz nima degani o'quvchilar? 8 olib o'tamiz hozir. N minus 1 a n teng bo'ladi. Xo'p, 23 bo'ladi. To'g'rimi? Ayirsak. Bitta qoida bor. Shu yerda n natural bo'lsin deyapti-ku. Demak, n natural bo'lsa javob natural, bu yoq ham natural, bu yoq ham natural. Natural bo'layapti-da. Xo'p, aytmoqchimizki, fikrlar bor. N minus 1 da o'zi 23 bo'lsin. A n'imiz 1 bo'lsin. Yoki n minus 1 da o'zi 1 bo'lsin. Yoki a n'imiz 23 bo'lsin. 23 ga 1 kere 23 baribir 23 ni beraveradi. Bizda a n'ni so'rayapti, tag tomonni so'ramayapti. Tepa tomon bo'yicha n teng 24, mana bu tomoni bo'yicha n teng 2. N'sini so'radi. 26. Javob. 12-misolda oxirigacha ishlamaymiz. Shuncha ishladik. Mana yo'nalish ketadi. X kvadrat minus 1 ni 0 ga tenglaymiz. X teng plus minus 1 bo'ladi. Endi qoldiqsiz deyilgani uchun bu 0 ga tenglanadi. Aytmoqchimanki, P mana x ni o'rniga 1 marta 1 olib kirib qo'yiladi. P1 teng bo'ladi qandaydir ifoda. Qoldiqsiz degani uchun buni 0 ga tenglaymiz. Ya'ni aytmoqchimanki, P1 da o'zi 0. Endi minus 1 da qo'ysam, yana x larning o'rniga qo'yilyapti bu. Yana shuni 0 ga tenglaymiz. Aytmoqchimanki, P1 ham 0, P minus 1 ham 0. Ya'ni A va B ga bog'langan tenglama chiqadi. Yechimini olib qo'yish muammo emas. O'n uchinchi misol.
px ko'p xatni bo'lganda 5 qoldiq qoladi deyapti. Ushbu ko'p xatni x minus 3 ga bo'lganda qoldig'ini top. Ifoda tuzib olish kerakda. Ustozlar, mana px ko'p xat, ya'ni x kvadrat minus x minus 6 ga bo'libdi. To'g'ridan to'g'ri plus 5 deyavermanglar-da. Yo 2x minus 5 deyavermanglar. Bunday qilamiz. A x ni joylashtiring shu yerga. Qo'shilgan 2x minus 5 deng. Mana mantiqan to'g'rida kvadrat tenglamani bo'lsa qoldiq chiziqli chiqadi. Boya aytdim-ku tepada. 100% to'g'ri masala. Endi x minus 3 ga bo'lganda qoldiq. Bezuvga ko'ra x minus 3 ni 0 ga tenglaymiz, x teng 3 bo'ladi. Shu 3 ni olib kirib qo'yamiz. Ya'ni olib kirib qo'yish degani p3. X minus 3 ni so'rayapti, p3 ni topganim shu javob degani. Barchaga ma'lumki, raqam olib kirib qo'ysa, mana bu yer 0 bo'lib qolayapti. Shunda p3 teng 2 kara 3 minus 5. Javob B. D javob. O'zi aslida qoida bo'yicha mana bundayda. 0 bo'lib qolishi tabiiy, oson yo'l topib oladi o'quvchilar o'ziga. X minus 3 ni 0 ga tenglab, x teng 3 bo'ladi. Shu topilgan 3 ni qoldiqqa olib kirib qo'yiladi. 3-darajali ko'pxat degani bunday bo'ladi-da. Px barobar chalg'imanglar. Ax kub plus bx kvadrat plus cx plus d degani-da. To'liq 100% darajalar bir boshdan tushib ketish kerakda. Endi p0 teng 0 degani x ga 0 qo'y, 0 ga tengla degani. X ga 0 qo'ysak p0 o'zi, ya'ni d ham 0 ga tengligini anglatib qoladi. X lariga 0 qo'ysam tushib qoladi-da bu tomon. Keyingi fikr. P1 teng 1 degani aynan mana shu 3-darajali ko'pxatga 1 olib kirib qo'ying degan. P1 1 ga tenglaymiz, teng A qo'shilgan B qo'shilgan C qo'shilgan 0. Qo'shilgan 0 ham shart emas. A plus B plus C ni o'zi 1 ga teng bo'ladi. P2 teng 2. P2 teng 2. 2 qo'yamiz-da. 2 teng. Mana bu yerga 2 qo'ysam, o'zi ham 2 ga teng. 8 ta A qo'shilgan nechta B? 4 ta B qo'shilgan 2 C bo'ldi. P3 teng 6. 3 qo'yamiz. Bular 6 ga tenglaymiz. 6 teng 3 kubi 27 ta A. Albatta sistema. Qo'shilgan 9 ta B qo'shilgan 3 ta C bo'lyapti. Sistemani o'zi ham maza qilsa kerak. Ishlaylik sistemani. Juda g'alati. 27 ko'zga boshqacha ko'rinyapti-da. P4 ni topish uchun bor-ku, o'quvchilar. O'zini-o'zi topilmaydi. Birinchidan kubik ko'pxatda haligi noma'lumlari bor. A, B, C, D. Ularni topmasdan turib P4 ni topolmaysiz-da. X ga 4 qo'ysangiz, A, B, C da qolib ketadi. Qolmaslik kerak ular. Raqam chiqish kerak. Boshladik. Xo'p. Degandan bilsak. Tepasini mana birinchi qator bo'ladi, bu ikkinchi qator bo'ladi. Birinchi qator bilan ikkinchi qatorda, birinchisini 2 ga ko'paytiramiz. 2A qo'shilgan 2B qo'shilgan 2C teng 2. Ikkinchisini o'zini yozamiz. 8A qo'shilgan 4B qo'shilgan 2C teng 2. Ayirtaymiz. O'zimizni shevada bu. Ayirib tashlasak, pastdan tepani ayirsak foydasi yo'q ekan. Past foydasi bor ekan. 6 ta qo'shilgan 2 ta B teng 0. Endi birinchi qator bilan uchinchi qatorda ishlaymiz. Birinchi qator, uchinchi qatorda birinchisini necha ko'paytiramiz? 3 ga. 3A qo'shilgan 3 ta B qo'shilgan 3 ta C teng 3. Keyin tagini o'zini yozamiz. 27 ta A qo'shilgan 9 ta B
qo'shilgan 3tasi teng 6. Ayiramiz. Muhimi s'lar yo'qolishi kerak edi. Pastdan tepani ayiramiz. 27 dan 3a ni. 24a qo'shilgan 6b teng bo'ladi 3. 3 ga bo'lib yuboramiz. 6a qo'shilgan 2b teng 0. 3 ga bo'lsam nimadir xato ketganda edi. 8a qo'shilgan 2b teng 1. Sistemani ayiramiz. Sistemani ayirsak tepadan pastda shunda -2a teng -1. A teng 1 taqsim 2. Malades, to'g'ri. Rahmat. Rahmat, to'g'ri. A 1 taqsim 2 bo'lsa, 3 qo'shilgan 2b teng 0. B teng -3 taqsim 2. A 1 taqsim 2, B -3 taqsim 2. Endi hammasini qo'shsam hammasini qo'shsam 1 bo'layapti. 1 taqsim 2 ayrilgan 3 taqsim 2 qo'shilgan s teng 1. -1 qo'shilgan s teng 1, s teng 2. S 2. Kubik tenglamada ax kub qo'shilgan bx kvadrat qo'shilgan cx qo'shilgan d deb nomladik-da. Kubik tenglamani. Shunday edi Durdona, rahmat. Bizda d 0 ga teng edi, misolda boshida. D 0 ga teng edi. D 0 bo'lgandan keyin bu px kub xat, p4 ni toping deyapti. Ani o'rniga 1 taqsim 2 qo'yamiz. 1 taqsim 2x kub qo'shilgan b ni o'rniga -3 taqsim 2 qo'yamiz. -3 taqsim 2x kvadrat, s ni o'rniga 2 qo'yamiz, 2x. Endi ichiga 4 ni ham qo'yish kerak-da. 4 ni kubi 64, 2 ga bo'lsak 32, ayrilgan 4 ni kvadrati 16, 2 ga bo'lsak 8, 8 kara 3 24. 24. Qo'shilgan 8. 24. 16. D javob. Ozod hadi 5 ga teng bo'lgan ko'p hadning koeffitsiyentlar yig'indisi 7. Juda osonda. Demak, P0 teng 5 bo'lgan. Koeffitsiyentlar yig'indisi deyaptimi? P1 teng 7 bo'lgan. Bu ko'p hadni x kvadrat -x ga bo'lgandagi qoldig'ini toping deyapti. Yaxshi. Bundoq qilar ekanmiz. P x barobar bo'lgandagi mana x kvadrat -x ga bo'lgandagi qoldiq-ku, to'g'rimi? Xo'p, ax deb olaman. Boyagi gapda mana qanday tenglama? Kvadrat tenglama. Demak, narigi tomoni nima chiqadi? Bolalar, narigi tomoni chiziqli chiqadi. Ya'ni ax qo'shilgan b chiqadi. Oddiy narsa. Bir marta x lariga 0 qo'yamiz. Bir marta x lariga 1 qo'yamiz. X ga 0 qo'yganimdagiga 5 qo'yamiz, keyingisiga 7. A bilan b ni topsak, misol hal bo'ladi. Ya'ni bunda b javob chiqadi. 0 ga tenglasak x kvadrat teng 1 bo'ladi. Endi p x deb olamiz. Diqqatli bo'lib turinglar. X ni 7-sini x kvadratni kubi kara x deymiz. X ni 7-si, x ni 6-si kara x, x ni 7-sini beradi. X ni kubini x ni kvadrati kara x desam bo'lar ekan. Plus 2x kvadrat plus x plus 3. Endi o'quvchilar x kvadratlarni o'rni barchasiga bir joylashtirib chiqaman. Hammasiga bir qo'yib chiqsam, p x barobar bo'laveradi bu yerda. X qo'shilgan x qo'shilgan 2 qo'shilgan x qo'shilgan 3 bo'lyapti. Shunda
natija 3x qo'shilgan 5 bo'lyapti. Ajob. Bu oddiylik qiladi endi. Mana ko'p xatning ildizlaridan biri -1 ga teng bo'lsa deyapti-ku. Yaxshi, ildizlardan biri bo'lsa olib borib qo'yamiz. Bu bir. P nechiga -1 olib kirib qo'yilgan bo'ladi. Endi yaxshi. Aynan -1 ga teng bo'ldi degani uchun buni chamamda 0 ga tenglaymiz-da. P1ning koeffitsiyentlar yig'indisi. Koeffitsiyentlar yig'indisi degani aslida P1 ni topish kerak. Ya'ni o'rniga 1 qo'yganimiz. Xo'p, qani ishlaychi. P-1 teng bo'ladi. -1 qo'yibdi. 2 - a qo'shilgan b yo'q, ayrilgan b. -1 qo'yibman-ku. Ayrilgan b qo'shilgan 100. Shuni 0 ga tenglashim kerak. Shunda a qo'shilgan b teng 102 bo'lib qoladi. P1 ni toping deyapti. O'rniga 1 qo'yib yuboramiz. P1 barobar 2 qo'shilgan a qo'shilgan b qo'shilgan 100. Mana a plus b ni o'rniga 102 qo'ysak, 2 kara 100 102 javob 204 bo'ladi. B javob. Berilgan 20-misolda o'zi qo'y x nimaga teng? X qo'shilgan 2 ga teng, birinchi o'rinda. Ana shuni unda olib kirib qo'yamiz. Bizdan P x qo'shilgan 2 ni so'rayotgan ekan. Bu bir. Endi x - 2 ga bo'lgandagi qoldiq degani uchun Bezout teoremasiga ko'ra x - 2 ni 0 ga tenglaymiz, x teng 2. Shu 2 ni bu yoqqa olib kirib qo'yamiz. Shunda P4 ni so'rayotgan bo'ladi bizdan. Mana bu funksiyani ichiga 4 ni joylashtiramiz. 4 ni kubi 64, 64 ga 4 68, 2 ni qo'shadigan bo'lsak 70. C javob.